Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidan Gazabloq seximizda bugun 9-fevral 2026-yil. Mana Gazabloq. Hop, video qilib joylashdi. Davom etyapmiz. Mana shu bugun 9-fevral holatidagi chiqqan Gazabloqlarimiz juda bir ajoyib holatda. Ajoyib holatda bugun. Burchaklari, razmerlari juda joyida. Qadrli yurtdoshlar, ko'pchilikda bir xil savol berishyapti. Sho'r chiqmaydimi deb. Sho'r Gazabloqdan qachon chiqadi? Mavsumiy sement bilan shu Gazabloqqa qo'shiladigan mahsulotlarni mavsumiy holatda qo'shilsa, o'shanda Gazabloqdan sho'r chiqmaydi. Sement qishlik kunga, mana bunaqangi yomg'irli qishlik kunga yasin sement eng maqbul yo'l Gazabloq quyishda. Yozda bo'lsa Namangan bonus semeni ham zo'r chiqadi. Lekin qishlikka Namangan bonus yasinchalik chiqmaydi. Hop, buni bonus ishlatadiganlar, Namangan bonus ishlatadiganlar, boshqalar bo'lishmasin gapimizdan. Biz o'zimiz ishlatib ko'rib, tajribamizdan kelgan holatda aytyapmiz. Qadrli yurtdoshlar, mana Gazabloqlarimiz mana shular quyilganiga 20 kun bo'lgan. Bemalol 20 kunda o'zi chiqadigan sho'r chiqib bo'ladi. Yomg'ir yog'di, buni ustiga qor yog'di. Bu tomonlarda ko'p yomg'ir qorladi, mana shu tomonlarda qoldi. Bular ham yomg'irda qoldi. Gazabloqlarimizda razmeri 20 ga 30-60. 550 markadagi sementda quyiladi. Bir a'lo holatda. Burchaklari hammasi zo'r. Kimga Gazabloq kerak bo'ladigan bo'lsa, vodiy bo'ylab dastavkamiz mavjud. Yetkazib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yurtdoshlar, mana kesilish jarayoni boshlandi. Gazabloqlarimiz kesilishga tayyorlanyapti. Sutda bemalol yursangiz ham bo'laveradi. Hech nima qilmaydi. Shunaqangi yangi Gazabloq shu. Hech qanday is qolmaydi. Har bittasida 110 kilodan sement qo'shilgan. Shu 550 markadagi sementdan 110 kilodan qo'shilgan. Har bitta qolipga 12 tadan g'ish chiqadi mana shu.